Biz yaxshi kayfiyatda, yaxshi mehmonlar bilan birgalikda efirga qaytdik. Qarang, mehmonlar kelganiga narsalar ham shoshib ketyapti. Yaxshilikka. Demak, bugungi mehmonimiz tanishing Abdulla Avloniy nomidagi Pedagogik mahorat milliy instituti yetakchi mutaxassisi Abbosbek Mo'minov bo'ladilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kuni xayrli bo'lsin. Rahmat. Sizlarga ham xayrli bo'lsin. Kirib kelgan bahor fasli va yaqinlashib kelayotgan bayramlar 8-mart Xalqaro xotin-qizlar bayrami bilan tabriklayman. Rahmat, salomat bo'ling. Siz faoliyat yuritayotgan Abdulla Avloniy nomidagi muzey haqida dastlab bizga ma'lumot bersangiz, marhamat. Bizning Abdulla Avloniy yodgorlik muzeyi Abdulla Avloniy nomidagi Pedagogik mahorat milliy instituti tarkibida joylashgan. Bu muzeyi tarixiga qaraydigan bo'lsak, aslida 1968-yil tashkil topgan bu muzey. Abdulla Avloniyning avlodlari tomonidan o'zi yashagan 1910-1934-yillarda yashagan uyda ochilgan kichkinaroq muzey sifatida va Abdulla Avloniyning 110 yilligi munosabati bilan 1988-yil rasmiy muzey sifatida e'lon qilingan va 1992-yilda bizning hozirgi institutimizga Avloniy nom berilgan. Shundan so'ng ramziy ma'noda Abdulla Avloniy institutiga uy muzeyi ko'chirib keltirilgan va 93-yildan beri mana shu institutda muzeyimiz faoliyat yuritib keladi. 2024-yilda yurtboshimiz tashabbuslari bilan institutimizning infratuzilmasi o'zgardi, qaytadan tashkil qilindi va bugungi kunda muzeyimiz yanada chiroyli, zamonaviy ko'rinishga ega bo'lgan muzeyga aylantirildi. Bugungi kunda yoshlar va mehmonlarning muzeyga bo'lgan qiziqishi qanday? Ko'proq kelganda qanday savollar berishadi? Nimalar qiziqtiradi ular? Avvalo, bizning institutimiz yo'nalishi pedagoglarni tayyorlash, malakasini oshirishga ixtisoslashganligi sababli asosan o'qituvchilar va maktab jamoalari ko'p tashrif buyurishadi. Va albatta qiziqarli jihati Abdulla Avloniyning hayot yo'li. U qaysi sohalarda faoliyat yuritganligi, undan qolgan meroslar, ijodiy faoliyati, u bilan zamondosh bo'lgan boshqa jadid allomalarning hayotlari, ular bilan bog'liq bo'lgan xotiralar bilan ko'proq savollar berishadi, qiziqishadi. Abdulla Avloniyni bilamizki, nafaqat adib, balki jadidchilik harakatining ilk namoyandalaridan biri sifatida ham alohida e'tirof etishimiz kerak. Bu boradagi yo'nalishlar haqida, ilmiy izlanishlar haqida ham ma'lumot bering. Abdulla Avloniy faoliyati umuman jadidlarimizni faoliyatiga qayta o'rganish, baho berish o'tgan asrning shu 70-yillardan boshlab boshlangan bo'lsa, asosiy Abdulla Avloniyning asarlari nashr qilinishi shu o'tgan asrning 70-yillar oxiri, 90-yillar boshlariga to'g'ri keladi. Chunki hayotlik davrlarida Avloniyning o'zining ijodiy kitoblari namunalari bosilmagan, chop etilmagan. Maktab darsliklari chiqadigan, lekin uning ijodi o'zi bir to'plam holatda nashr qilmagan. So'nggi yillarda aynan mustaqillikka erishganligimizdan so'ng Avloniy va u bilan bog'liq bo'lgan boshqa jadidlarimiz faoliyatiga keng e'tibor berish boshlandi. Asarlari qayta nashr qilindi. Turkiy Guliston yaxlit axloq deymizmi, mashhur asarlarini birinchi muallim, ikkinchi muallim kabi maktab darsliklari qayta nashr qilindi. Bugungi kunda ham Avloniy va uning jadidchilik faoliyatidagi o'rni, pedagogik faoliyatdagi o'rniga doir bo'lgan izlanishlar albatta davom etib kelyapti. Avloniy merosi bugungi yosh avlod tarbiyasida qanday ma'naviy saboqlar beradi? Albatta bitta jihatni aytishimiz kerak. Abdulla Avloniy pedagogikamiz tarixida ta'lim bilan bir qatorda tarbiyani ham asosiy o'ringa olib chiqqan inson hisoblanadi. O'zini bir jumlasi bor. Tug'ib tashlash bilan bo'lmas bola, bo'lgay balo sizga. Vujudi tarbiyat topsa bo'lgay ul rahnamo sizga. Ya'niki bola har qanday bilimli bo'lishi mumkin, o'qib izlanishi mumkin, lekin unda tarbiya mukammal bo'lmaydigan bo'lsa, uni jamiyatga hech qanday foydasi bo'lmaydi. Ya'ni tarbiya va ta'limning uyg'unligini birinchi bor pedagogikaga olib kirdi. Hozirgi kunda maktablarimizda tarbiya darsi o'qitiladi, qo'shilgan. Aynan Abdulla Avloniyning Turkiy Guliston axloq asari asosida, fundament asosida mana shu darslar olib boriladi. Ya'niki bugungi yoshlarimizni umuman jamiyatda o'z o'rin topishida, aynan Turkiy Guliston axloq misolida keltiradigan bo'lsak, ota-onaga hurmat deymizmi, jamiyatda o'z-o'zini tutish deymizmi, bilim olish, oilada, ko'cha-ko'yda insonlarga munosabatmi, vatanga, yurtga muhabbat, sodiqlik masalalar juda ko'p jihatdan Avloniyning merosi yoshlarga o'rnak bo'ladi deb aytishimiz mumkin. Muzeydagi eksponatlar haqida va o'sha yangi texnologiyalar joriy qilinyapti-da boshqa muzeylarga. Sizda ham bu jarayonlar yo'lga qo'yilganmi yoki hozirgi kunda umuman zamonaviy talablardan kelib chiqadigan bo'lsak, bugungi kunda inson tashrif buyuruvchilarning muzey ixlosmandlarini
Oddiygina vitrinalarda eksponatlar bilan e'tiborni tortish qiyin. Albatta. Umuman zamon talabi bugun imkon boricha inson omilini minimallashtirish va zamonaviy texnologiyalardan ko'proq foydalanish. Misol uchun bizning institutimizda ham, aynan muzeyimizda ham nima deydi, sun'iy intellektlar yordamida qilingan qanaqadir ko'rgazma, interaktiv narsalar, audio gidlar tashkil etish borasida ishlar qilinyapti. Bugun o'z mamlakatimizda muzey yo'nalishida juda katta ishlar amalga oshiriladi. Misol uchun mana Islom sivilizatsiya markazi qurildi, ya'ni mana Ramazon oyining oxirlariga ochilish marosimi bo'ladi. Aynan muzeyi, Islom sivilizatsiya markazi dunyo e'tiborini qozondi. Jahon jamoatchilik tomonidan e'tirof qilindi. Ya'niki eng go'zal muzeylardan biri sifatida zamonaviy texnologiyalar nima deydi, olib kirilgan muzey sifatida. Ya'ni bizning muzeyga ham mana shunday yo'nalishdagi zamonaviy texnologiyalarni joriy etish borasida ishlar amalga oshirilyapti. Abbosbek, yangiliklar haqida gap ketar ekan, har qanday faoliyatni kelgusi ishi hamma uchun qiziq bo'lganda, kelgusida Abdulla Avloniy muzeyi faoliyatini yanada rivojlantirish uchun qanday rejalar bor? Muzeyimiz aytib o'tganimdek boshida 2024-yildan buyog'iga ikkinchi hayotini boshladi desak bo'ladi. Va mana shu o'tgan davr mobaynida endi muzeyimiz nafaqat bu respublikamiz miqyosi, balki jahon jamoatchiligiga olib chiqish, Avloniyning merosini, umuman yurtimizni, allomalarini, jadidlarimizni faoliyatini dunyo ahliga namoyish qilish borasida ishlar amalga oshirilyapti. Muzeyning rasmiy sayti, veb saytlari yo'lga qo'yilyapti. Dunyoning istalgan joyidan turib bemalol tomosha qilish uchun virtual tur 3D holatdagi muzey faoliyatlari yo'lga qo'yilyapti. Albatta bu boradagi ishlarni hali davom etadi va bu bo'yicha nima deydi? Har qanday inson hattoki o'z uyidan turib bo'lsa ham muzeyni onlayn ko'rish imkoniyati birinchi o'rinda yaratilyapti. Yuqorida tarbiya haqida gap ketar ekan, gap bo'lishi mumkin emas. Har bitta tarbiyani ota-ona beradi deyishadi-da, lekin ustozlarning ham o'rni bo'lishi, to'g'rimi? Demakki, o'zi aslida bola tarbiyani dastlab qayerdan olish kerak sizningcha? Xo'p, Abdulla Avloniyning aynan o'zini ta'birini aytadigan bo'lsak, tarbiya birinchi dastlab oilada, ota-ona qaramog'ida bo'ladi. Va oiladagi tarbiya asosidagina keyin ta'lim tizimida buni fundamentlari qo'yib boriladi. 8:23 soatimiz minglari va biz davom etamiz. Eslatib o'tamiz, mehmonimiz Abbosbek Mo'minov, Abdulla Avloniy nomidagi Pedagogik mahorat milliy instituti yetakchi mutaxassisi suhbatlari avjida va biz davom etamiz. Ayni daqiqalarda mutaxassis sifatida so'ramoqchiman va javobingiz qiziq. Yuqorida aytdingizki, muzeylarga yoshlar va mehmonlar tashrifi qanchalik deganimizda ko'proq maktablar miqyosida deyapsiz-da. Deylik, aholini ko'p qatlamini jalb qilish uchun mutaxassis sifatida nima qilish kerak? Avvalo boya aytib o'tganim shu, maktablar ko'proq deganim bu institutimizning yo'nalishidan kelib chiqqan holatda. Yoshlarni qiziqtirish maqsadida. Bu asosan institut tarkibida bo'lgani uchun aholi orasida, jamoatchilik orasida Avloniy muzeyini qayerda joylashganligi, uni faoliyati yuzasidan ma'lumotlar deyarli yo'q, kam. Agarda ularga ko'proq ma'lumotlar yetkazib berish borasida ishlar qilinsa, albatta oddiy aholi jamoatchilik vakillari ham institutga tashrif buyurishlari, muzeyda aylanishdan imkoniyatlari kengayadi. Chunki bilamiz, davlat muzeylari o'zlarining faoliyatlari bo'yicha targ'ibot, tashviqot ishlarini olib borishadi. Internet tarmoqlarida deymizmi, hozir bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlar ko'proq foyda beradi bu tomondan. Turli xil nima deydi, nima desa bo'ladi? Bir videolar kichik qiziqtiradigan Instagram format ijtimoiy tarmoqlarda, Telegram tarmoqlarida videolar orqali tashviqot olib borilsa, buni albatta ko'proq yoshlar orasida, endi albatta yoshlar ijtimoiy tarmoqlardan keng foydalanadi bugungi kunda. Buni ta'siri natijasi kattaroq bo'ladi. Abdulla Avloniy nomidagi muzeyga tashrif buyuruvchilarni qiziqtirish uchun biz eksponatlar haqida baribir ma'lumot berishimiz kerak-da. Mana hozir efirni ko'rayotgan qadrdonlarimiz uchun bir narsani alohida aytib o'tishimiz kerak, ya'ni o'sha sun'iy intellekt yordamida Abdulla Avloniyni o'sha jonlantirish jarayonlari, o'zlari haqidagi ma'lumotlarni taqdim etish jarayonlari. Bular ham menimcha ko'pchilikni qiziqtira oladi, to'g'rimi? Albatta. Bitta jihatni aytish kerak. Abdulla Avloniyni boshqa jadidlarimizdan ajratib turadigan jihatlardan biri, boshqa allomalarimiz, ma'rifatparvarlarimiz o'tgan asrning 37-38-yillar oralig'ida o'sha qatag'on davrida uchragandan so'ng ularga tegishli bo'lgan buyumlar, kitoblar, umuman shaxsiy hujjatlar deymizmi, ko'plari musodara qilingan, yo'q qilingan. Abdulla Avloniy aynan qatag'onga uchramaganligi sababli uning merosi bugungi kunda deyarli boy holatda yetib kelgan. Boshqa jadidlarimizdan farqli o'laroq. Shuning uchun uni merosini kelganda, hattoki hujjatlari deymi, uni qaysi tashkilotlarda ishlagan bo'lsa, keng qamrovli faoliyatini ko'rsatishimiz mumkin. Hujjatlari o'zi tomonidan yozilgan qo'lyozmalar,
she'rlar, asarlari, dramalari deymizmi, o'sha vaqtda vakillik organlarida ishlagan vaqtlarda berilgan guvohnomalar, suratlar, oila a'zolari, umuman juda ko'p faoliyatiga doir bo'lgan har bitta yo'nalish bo'yicha eksponatlar o'rin olgan. Va bugungi kunda ularni faqatgina shu vitrinadagi joylashtirilgan holatda eksponat ko'rinishida namoyish qilmasdan elektronlashtirib aholi o'rtasida targ'ibot ishlarini olib borish bo'yicha ishlar amalga oshiriladi. Ularni avlodlari bilan ham munosabatlar bormi hozir? Albatta, avlodlari tomonidan biz uchrashuvlar o'tkaziladi institutda. Avlodlarini misol uchun aytishimiz mumkin, yurtimizda ko'pchilik yaxshi taniydi, O'zbekiston xalq artisti Gavhar Zokirova misol tariqasida aytishimiz mumkin. Juda ko'p tashrif buyurishadi, uchrashuvlar tashkil qilinadi. Boshqa avlodlar tomonidan ham institut bilan hamkorlik tashkil qilingan. Juda ham qiziq bo'ladi men uchun. Bu savollar, ajoyib bo'lgan mavzular, suhbatlar. O'zimni olganda savollar ko'p. Unga yarasha munosib javoblar ham tayyor. Lekin efir vaqti degan narsa bor, amal qilmog'imiz darkor. Tashrif uchun, kelganingiz uchun, maroqli suhbat uchun minnatdorlik bildiramiz. Kun davomida yaxshiliklar, yaxshi insonlar sizga hamroh bo'lsin deymiz. Katta rahmat, sizlar sog' bo'linglar. Taklif uchun kattakon rahmat. Salomat bo'ling.